Mifem bilan yeyishga alomat mos keladigan Xo'pilaz Shauchezini oildim qig'il bulamdo deb so'rabda bir urug' tuqqinimiz. Albatta qig'il bo'ladi do'stlar. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatimga o'zing chuqum o'rganaysiz, ham o'rganish boshlaylik ketadi. Buning asosiy ketadigan materiallar cheyza, ko'k qizillar ketadi. Buni suratdagidek men musharat qilib to'g'rilasak nayt o'lchamlik bo'ldi. Hemen materiallarni to'g'rab tayyor qilib oldik. Kürep mişe kepsler tuqqanlar qo'llash ustidan yurakdan bir yurakkash ko'rsanglar hamsi qo'rish boshlab ketdik. Qozonga ko'proq miqdorda may qo'yib, may normal holat qizganda materiallarni selib, 40 sekund atrofida qo'risak, cheyizning rangi o'zgarib, lazım shakli bo'lsa, mana shunday qaparat paydo bo'ladi. Adda buni sizib olamiz. Keyindan qozonga yana nayt az miqdorda may qo'yib, samsaq selib, bizlik puroq chiqqandan keyin 22 yillik ajrining javhari bo'lgan hardan bag'ning alayda qo'rib tezlik qo'stin bir qo'shiq selib, birdam qo'rib, rangini to'liq chiqarib olgandan keyin ustiga muvofiq miqdorda suv qo'yib, qaynaganda bayamqi laza va cheyizlarni selib, birdam qaynatib olamiz. Ondan az miqdorda yo'lki rahmal berib, suyini quyildirib, taqsiga qilib iste'mol qilsaqli bo'ladi. Bundan mana shu yo'lki rahmal tushunmaydigan do'stlar nayt chiqqan. Mana shu fursat bir tushuntiruvda yo'lki rahmal deganimiz kraxmalning ustiga az miqdorda suv quyib, eritganimiz dal yo'lki rahmal bo'ladi do'stlar. Hamsa oxirida qo'llash ustidan yurakdan birini besib, pinglar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llingizga rahmat.